Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 24-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan xususiy kapital haqida gaplashamiz. Balansni passiv qismidagi 8 dan boshlanadigan shotlarda xususiy kapital, umumiy kapitalimiz, ya'ni o'zlik mablag'lari yuritiladi. Bu nimani bildiradi? 8-shotlarda asosan hamma korxonada bo'lishi kerak bo'lgan ikkita majburiy shotimiz bor. Biz buni odatda buxgalteriyada tushuntirish uchun majburiy shot deymiz. 83-30 ustav kapitali va 87-10 taqsimlanmagan foyda yoki zarar shotimiz. 83-30 ga ozgina to'xtalamiz. Bu nima? Bu korxona tashkil qilinishidan oldin shu korxonani ishlab ketishi uchun, yurib оборотga kirib ketishi uchun o'zi qancha mablag' kerak edi yoki qanaqa instrumentlar, qanaqa asosiy vositalar kerak edi degan savolga javob beradigan shot. Ya'ni shu korxona yashab ketishi, ishlab ketishi uchun deydigan. Masalan, bitta kichkinagina o'quv markazi ishlab ketishi uchun deylik 100 million so'm pul mablag'i kerak bo'ladi. Ana shu 83-30 da ustav kapitalda 100 million so'mni ko'rishingiz mumkin. Demak, bu balansni passivida aks etadi. Aktivida aynan shunga teng miqdorda pul mablag'ida kiritilgan bo'lsa pullar ko'rinadi yoki kompyuter yoki stol bilan kiritilgan bo'lsa kompyuter stollarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi 87-10 bu shu korxona ishlaganidan keyin foydaga kirdimi yoki zararga kirdimi? Ana shuni ko'rsatib turadigan shot hisoblanadi. 83-30 ustav kapitali ochiq ma'lumot bo'lib, buni biz ihamkor.uz saytidan yoki boshqa manbalardan olishimiz mumkin. Demak, buni balansda har doim tekshirishimiz kerak, to'g'ri bo'lishini, ya'ni siz buxgalteriya qabul qilayotganingizda. 87-10 esa albatta bizani forma 2 moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotimizdan keladigan summa hisoblanadi. Balansni passivida asosan mana shu 3 ta shot yuritiladi. 6, 7, 8-shotlar. Demak, 8 xususiy kapital to'g'risidagi shotlar ekan. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.